Mani o'xshatishgan mashhurlar haqida gaplashamiz. Senga oshiqman degan serial bo'lardi. O'sha paytda maktabda o'qib yurardim. Ranvir, Ishanyev mani o'shandagi Ritikaga o'xshatishardi maktabda. O'xshashni unchalik xohlamas edim, chunki u Ranvir bilan Ishaniyni ajratadigan tipi yomon qahramon edi. Ikkinchisi Sevgi iztirobidagi Kamol, Nihon. Aynan mana shu serialdagi mani Bonuga o'xshatishardi. Kamolni akasini sevgilisi. Birinchi u Amirni sevgilisi bo'lgan. Hozir yoki 10 o'qidim. Maktabdagi sotuvchi mani ayniqsa rosa ko'p o'xshatardilar. Nimadir olishga borsam, Bonu derdilar. Sinfdoshlarim oldiga buni eshitishni xohlamasdim, chunki Bonu ham yomon qahramon edi. Mani shunaqa aktrisaga o'xshatibdilar deb o'ylamaganman o'sha paytda. Men nimaga yomon qahramonga o'xshatibdilar deb shunaqa o'ylaganman. Va uchinchisi Malikam endi qara serialidan geroinaga mani o'xshatishgan, ya'ni Hande Erchelga. U paytda esa men vashsha xursand bo'lganman. Malikam endi qaraga 3 ta dugona bo'ladi-ku, o'zimcha 3 ta dugonalar qilib. To'rtinchisi Instagram ochib videolar qo'yganimdan keyin atmetkalar bo'lgan. Dinasayeva. Erim bilan videolar qo'yganimda ham Joni Dinasayevani atmetka qilganlar. Dinasayevani o'zi ham meni videomga kommentariya qoldirgan. Hande Erchel bilan Dinasayeva o'xshaydi. Shuning uchun ham balkim shu ikkalasiga meni ko'proq o'xshatishgan. Mana shu aytgan 4 ta mashhur insonimdan siz meni qaysi biriga ko'proq o'xshatasiz? Qaysi mashhur inson ko'proq ovoz yig'sa, shuni obrazini takrorlashga harakat qilamiz.